Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qizlar. Qizlaru. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ayashtiryapsizlar-ku, ha? Qani qizlar? Aqadan kirib ketishdimi? Bag'ani olgan. Yaxshi yig'ishtiryapsizlar. Rahmetli joy qopti. Yotib turibsizlar mana shu yerda hozir. Bu yerda yotib turishibdi. Ha, men yotavdim da. Aslida bu ketamiz. Mayli bu borishib-ku. Bu ishdimi bas. Siz boyib ketarkansiz inshaalloh. Men xafa bo'lmang. Men ko'p uy yongan odamlar bilaman-da. Hozir millioner bo'lib ketgan. İnşallah bu ilashibdi sizga. İnşallah Xudoga shukr deng, namozingizdan paydan bo'ling, namozni o'qing, Xudodan so'rang. İnşallah bu ishdimi biz bitqiz olasiz birpas. Odam jonidan. Ha, hech kimga ziyon yetmadimi? Hech kimga yetmadi aka. Xudo xohlasa inshaalloh mana shu musulmonlar ko'rayotgan musulmonlar yordam beradi hammasi. Aka men bor uzr anaqalaringga kirib qoldim aka. To'g'risi meni opa yur bitta joylar borda olib kelib ko'rsatyapti. Ko'p joylarda. Men o'zim ham aka qiynalgan kambag'al bo'laman aka. Sizlarga o'xshagan, misol meni taniysiz, gastronom deyman. Qayerda aka? 18-maktabda oldi, Hammom ko'chasida. Ha. Mana shu yerda katta bo'lganman. Endi Xudo xohlasa aka mana shunaqa shu qiynalgan, kambag'al, o'zimga o'xshagan bolalarga mana shunaqa holatga tushib qolgan. Hozir mana sizni shunaqa holatga tushib qolgansizda, birov sizga yordam bermayapti, o'rtog'ingiz ham, boshqasi ham kirib qarashmayapti, to'g'rimi? Men shuning uchun men sizga yordam bergani keldim. Inshaalloh duo qiling. Qo'lingizni ochib, mana qo'lga qarab duo qilyapti. Inshaalloh musulmonlar, jamiki dunyoda musulmonlar yordam beradi bizga inshaalloh. Mana shu kambag'allar. Ilohim tanzomingiz sog' bo'lsin aka. Amin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Mantabingiz aka bundan ham ulug' bo'lsin aka. Inshaalloh bolalaringizni baxtiga. Amin. Martabingiz bundan ham ulug' bo'lsin aka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا محمد. Xohlasimki kelishadi yordam bergan. Bu kitob qani yonmay qolibdi-mi? Bu qanday kitob? Eskidek. Xudoning mo'jizasini qarang. Allohning mo'jizasi. Ko'ryapsizmi mana? Xudo Alloh desiz, mana shu Xudo saqlayveradi. Mana shu kitob saqlab qo'yibdi-mi? Endi tan berib qo'ying. Alloh do'ring, namozingizdan paydan bo'lavering, Xudo o'zi shuna yordam berib beradi. Xudoyim chevar. Opa. Odam qarab turuvdi. Mayli opa, ukam me'mor bilan sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Ya Alloh, o'zingga shukr mana. Bizim mahallamizda mana shunaqa holatlarga uchrab qolgan. Nima qilishini bilmayapman. Hozir kirdim uyga mana. Xo'la. Kim yordam beradi? Mana musulmonlarga yordam berish, savob kerak odam kelinglar mana. Imkon boricha yordam bersiz, Xudo xohlasa dunyoda siz o'sha do'zax o'tidan saqlanib qolgan bo'lasiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Adres so'rayotgan bo'lsangiz mana 6-maktabda yo'q. Oldida domda ekan. Bag'i mana kombinat bozorini yo'li mana.